Assalomu alaykum. Penoblog O'zbekiston kanali obunachilari. Do'stlar, 2026-yil 29-mart holatida sifatli qurigan tayyor penobloklarni tanishtirib o'tamiz narx-navolari bilan. Adresimiz Qashqadaryo Muborak tumanida 13 ming so'm joydagi narx do'stlar. G'ishtlarimiz o'ta qattiq holatda bo'ladi. Ovozini eshitib turibsizlar, o'ta qattiq, burchaklari butun, zo'r holatda bo'ladi. Qurigan tayyorlaridan 2000-3000 ta bor, bemalol zakaz qilib, kelib ko'rib olib ketaverasizlar. Hozirgi kunda tumba latoklarni ham ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganmiz. Tumbalik latoklarni ham bemalol kelib ko'rib zakazga olib ketsangizlar bo'ladi. Zakaz qilib olib ketsangizlar bo'ladi. Adresimiz Qashqadaryo Muborak tumanida. Do'stlar, bu g'ishtlarimiz Xitoy Hind parashogiga chiqyapti. Xitoy Hind parashogini ham O'zbekiston bo'ylab yetkazib beryapmiz. Hindiston parashogimizdan tugaganida keldi do'stlar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yetkazib beryapmiz. Kimdaki mana shu biznesga qiziqsa, penoblok apparatlarini ham O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib, o'rnatib, o'rgatib qo'yapmiz. Mana shuni sifatli g'isht chiqarishdi. Gipslarni adreslarni berib, parashoklarni o'zimiz yetkazib berib, mana shuna burchaklari butun, oppoq, zo'r holatda chiqarishdi. O'rgatib qo'yapmiz. Ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasiz. Ishlab chiqarish jarayonlari ketyapti. Xitoy Hind parashogi olaman deganlar bizga yaqin o'rtadagilar kelib, tenasini ko'zlaringiz bilan ko'rib, quyish jarayonlarini ko'rib olib ketsangizlar ham bo'ladi. Qurigan tayyor penobloklarimiz ham bor. O'ta zo'r holatda, qo'l umuman botmaydiganidan bo'ladi. Shu yerda penoblokdan uy ham qurilgan. Penoblokdan uy qursa bo'ladimi, qanday chiqadi deyotganlar uchun penoblokdan uy qurilgan, kelib ko'rib olib ketaverasizlar. Xullas, mana shunday sifatli g'ishtlarimizdan zapas qilib tashlaganmiz do'stlar. Bor. 5000-6000 ta bor, 2-3 mingtasi qurib qolgan. Kunda qurib kelyapti. Mana ob-havolar yaxshi bo'lib turibdi. Kunda g'ishtlarimiz quriydi do'stlar. Har kuni 500 ta, 1000 ta qurib tayyor bo'lib kelaveradi. Ko'rib turibsizlar, o'ta zo'r holatda. Mana bu seximiz, ichkarida ishlab chiqarish jarayonlari ham ketyapti. Xullas, layklarni bosamiz do'stlar. Kanalda yangi bo'lsanglar, obuna tugmachasini bosib qo'yamiz. Mana shunday sifatli penobloklarni tanishtirishda davom qilaveramiz.